Assalomu alaykum, hurmatli kanal kuzatuvchilari. Qorako'z Majnun hikoyasini birgalikda biz bilan ko'rib chiqayotganlar. Keling, hikoyani kelgan joydan davom ettiramiz. Demak, Said Ahmadning Qorako'z Majnun degan it haqidagi hikoyasini ko'rib chiqyapmiz. Va hikoyada aytilayotgan shu Qorako'z Majnun, bu mana shu siz suratda ko'rib turgan, buni ChatGPT chizib bergan rasm. Taxminan shunaqa tasavvur qildi u tasvirdan. Va biz shu joyga kelgandikki, kampir ko'p qavatli uyda yashaydigan qizining uyiga borib qaytayotgan edi. Kampir yo'lga tushdi. Qorako'z erkalanib, irg'ishlab, goh undan o'zib, goh orqada qolib, qulog'ini qarshlaydi. Uyda Saodat ayaning yillab qalbida qalashib yotgan g'uborlarini tarqatadigan, ko'ksidan tog'dek bosib yotgan armonlarini ushlatadigan olamshumul bir yangilik kutib turardi. Bu ham ayrim yozuvchilarga xos bo'lgan narsa. Yozuvchilar spoiler qiladi, ya'ni aytib qo'yadi oldindan. U uni qanday musibat kutib turganini bilganda edi, bunaqa reja qilmasdi deganga o'xshagan. Bu ham o'ziga xos yozuvchining uslubi. Menga yoqmaydigan uslub bu ham lekin. U uyga yaqinlashganda eshik oldida u yoqdan bu yoqqa shoshib yurayotgan odamlarni ko'rib, yuragi qarib ketdi. Qadamini tezlatdi. Eshik oldida turganlar unga qulluq bo'lsin, sevinib qoldingizmi? Qariganingizda dilingizga yorug'lik tushgan, muborak bo'lsin deyishardi. Kampir hajga ketayotganlarga pensiyadan yiqqan pullarini hoji badar uchun berib yuborgan edi. Haj qabul bo'ldi degan xushxabar kelgan bo'lsa kerak. O'zingga shukr Allohim deb postani xatladi. Agar bilsangiz, shunaqa narsa bor. Haj badal deydi. Ya'ni hajga bora olmaydigan odamlar odatda buni ham so'radim, qanday vaziyatlarda deb. Odatda vafot etgan odam uchun haj qilishar ekan. Ya'ni vafot etib ketgan va hayotlik chog'ida hajga bora olmagan odam nomidan haj qilinar ekan. Yoki to'shakka mixlanib yotib qolgan, kasal bo'lgan insonlar uchun ham yaqinlari haj qilishar ekan. Va ana shu lekin odatda u tuzalgandan keyin o'zi hajga borishi kerak bo'lar ekan u odamni. Lekin bu yerda kampir menga biroz aytaylik g'alatiroq tuyulgani, mana oyoqda yuryapti, bemalol boryapti qizinikiga, boshqa yoqqa. Ehtimol hajga borishga qurbi yetgan bo'lardi, bilmadim. Lekin orada yana bitta joyini aytib ketganki, muallif bir oy kasalxonada yotdi deb, ehtimol sog'lig'i yaxshi bo'lmagani uchundir. Har holda kampir unga hajga ketayotganlarga pul berib yuborgan va uni nomidan haj qilishlari uchun va xursand bo'lgani, uy to'la odam bo'lgani uchun ham u hozir uyga juda ham ko'p odamlar keldi. Demak, ana shuning xushxabari keldi deb o'ylayapti. Shoxiga katta lampochka osilgan tut tagidagi supada yoshi 60lardan oshgan bir notanish odam o'tirardi. Uning ko'zlari bundan 32 yil oldingi Bo'raxonning ko'zlari edi. Kampir voy bolam deb unga talpindi. Supaga yugurib bordimi, uchib bordimi bilmaydi. Bag'rida o'g'lini ko'rdi. Unda aroq va sham yoqilgan uyning hidi kelardi. Men buni ham tasavvur qila olmadim. Sham yoqilgan uyning hidi. Sham yoqilgan uy nimaga shamning hidi emasda, sham yoqilgan uyning hidi aynan. Shu tasvir menga biroz g'alatiga o'xshadi. Ehtimol shamning hidi degan qulayroq, osonroq bo'lardi, lekin buni ham qanaqadir shamning o'ziga xos hidi borligini men tasavvur qila olmadim. Menga bu notanish tuyuldi. Kampir buni sezmasdi. Agar undan aroq hidi kelsa-yu kampir buni sezmagan bo'lsa, demak bu yerda muallif hozir tashqaridan turib asar ichida personajga kirib tasvirlayapti. Hozir kampir tomonidan turib aytmayapti buni. G'oyibining hozir bo'lganda mast alas edi, karaxt edi, baxtiyor edi. O'g'lining boshlariga, yelkalariga ko'z yoshlari to'kilardi. Demak, kampir qattiq yig'lab yubordi. Armiyaga ketib shu yerda yo'q bo'lib ketgan o'g'li kelganidan behad xursand. O'g'il uning bag'ridan chiqishga urinar, ammo kampirning qoq suyak chayir qo'llari uni bo'shatmasdi. "Ну зачем? Зачем плачешь, мама? Вот и приехал, хватит, хватит" derdi o'g'li. Ya'ni yig'lama deyapti o'g'li. Nima keragi bor yig'lashga? Mana keldim-ku deyapti. Ona bu gaplarni eshitmasdi, eshitganda ham baribir tushunmasdi. Kampir hushini yig'ib, bolasini bag'ridan bo'shatdi. Serrayib turgan kampirga qumriga "Nega baqirayib turibsan? Rahmon qassobni chaqir. Bolamni oyog'i tagiga og'ildagi qo'yni so'ysin. Qo'shnisinikida telefon bor. Aka-ukalaringga, singillaringga akam keldi deb xabar qil" dedi. Demak, kampirning o'g'li kelganini hozircha qolgan farzandlari bilmayapti. Faqat qo'ni-qo'shnilarning o'zi buni katta xabar sifatida mana e'tibor bering, kampirning uyida allaqachon odamlar bor edi, xursand bo'lib turganlar bor edi. "Voy, xursand bo'lib qolibsiz, mana yosh qariganingizda dilingizga yorug'lik kiradigan bo'pti" degan. Demak, qo'ni-qo'shnilar allaqachon xabar topdi va bizda o'zbekchilikda bitta yaxshi shunaqa odat bor. Mabodo uy egasi bo'lmasa ham, uyga mehmon kelsa qo'ni-qo'shnilarni kutib olib,
unga iltifot ko'rsatib turaveradi va bu ham bitta shunaqa odat, mehmonning oyog'i tagiga, aziz insonning, uzoq kutilgan insonning oyog'ini tagiga qo'y so'yish degan narsa bor. Xudoyi qilib hammani yig'ib xabar qiladi birpasda. Kampir ham shuni nazarda tutyapti. Qorako'z kampirning oyog'i tagiga o'tirib olgan bu notanish odam unga g'ashlik qilib tinmay irillardi. Demak, itga yoqmayapti bu kelgan odam. Qayoqlarda yurganding, dedi kampir o'g'liga. O'g'li onasi nima deyotganini tushunmay yelka qisdi. Tushunmadingmi? Sen boshqa odam bo'lib ketibsan. Kampir uning yuzlariga qarab ezilib ketdi. Qarab adoyi tomon bo'pti. Basharasiga ham o'sha tomonlarning nuqsi urib o'zbekligi qolmabdi. 51 yoshda 70 yashar chol bo'lib qo'ya qopti. Demak, e'tibor bering, bundan oldingi qismda kampir kirganda 60 yosh odam o'tiruvdi degan. Endi 70 yosh deyapti. Ya'ni bu yerda ham muallif o'zining Bo'rixonga bo'lgan salbiy munosabatini bildirib qo'yapti nazarimda. Va muallif bunday qilmasligi kerak men nazarimda. Va qayoqlarda yurganding degan gapni ham tushunmaydigan darajada tilni unutib yuborishiga men to'g'risini aytsam unchalik ishonmadim bu narsaga. Chunki u armiya yoshida, aytaylik 18-19 yoshida ketgandi. Agarda 7-8 yoshgacha ketgan bolalar rostdan tilini tez unutib yorib, boshqa tilga mutlaqo o'tib ketadi. Lekin 18-19 yoshda odam 18 yillik tilni bu qadar oddiy, elementar dialog ishlatadigan so'zlarni ham eslamaydigan darajada odat unutib yormaydi, lekin bilmadim. Endi ehtimol shunaqa bo'lgandir. Va basharasi deyapti, qarang, mana yuzi demayapti, bashara deyapti. Sinonim qatoriga salbiy attenkasi bor so'zni ishlatayotgani ham, demak, muallifning o'ziga Bo'rixon yoqmayotganligini, shuning uchun ham unga mana shunaqa salbiy ma'nodagi so'z ishlatayotganini ko'rsatyapti. Rahmon qassob allaqayoqqa ketib qolgan ekan, topib kelishdi. Ko'cha tomonda qo'sh mashinaning gurillagani, o'g'il qizlarning ovozi eshitildi. Abdumalik qo'y yetaklab kirdi. Qizlari, kuyovlari karton qutilarda, xaltalardan meva-cheva, olma-uzum ko'tarib kirishdi. Bir zumda hovli gavjum bo'ldi qoldi. Bo'rixon ukalarini ham, singillarini ham tanimadi, ular ham buni tanishmadi. Endi bu ehtimol tabiiydir, ishonsa bo'lar. Chunki odam o'zgaradi. Ukalar, singillar ko'rinishi, qiyofasi, ehtimol u ketgan paytda juda ham kichkina yosh bola bo'lgan bo'lsa, deylik, o'zgarib ketgan bo'lsa, tanimagan bo'lishi mumkin va uzoqda yurgan, ayro yurgan odam birdaniga gaplashib, kirishib keta olmaydi. Bo'lib ham bu yerda mana til degan to'siq bor. Bo'rixon begona uyga kirib qolgan odamdek qovushmay turardi. Ukalariga, singillariga nima deyishni bilmasdi. To'g'ri nima deyishni bilardi, ammo til bilmasa nima qilsin? O'ylab salam dedi. Jigarlari kulishni ham, yig'lashni ham bilmay hayron turib qolishdi. Qassob og'ildan kattakon boquvdagi qo'yni sudrab chiqdi. Bo'rixon oyog'i tagiga yotqizib, "Ukam, qani bir fotiha bering" dedi. "Ey, darvoqe, o'zbekcha bilmasligingizni esimdan chiqaribman. Qani omin denglar. Kampir enamiz umrlari uzun bo'lsin, g'oyiblari hozir bo'lgan rost chiqsin. Omin." Xo'sh. Bu qism umuman olganda shu hikoyaning ko'p joylari menda nima deydi? Ishonchsizlik uyg'otadi. Abdulla Qodiriyning shunaqa gapi bor, yozuvchilik ishontirish san'ati degan. Nazarimda bu hikoya meni unchalik ishontira olmaydi. Syujetdagi detallar va kampir uni oyog'ini ostiga olib kelib, deylik, qo'y so'ygani emas. "Ну зачем, dedi Bo'rixon. Ведь барана жалко, все равно я столько мяса не ем, у нас баранина не едят" deganiga unchalik ishonmadim. Chunki hikoyaning boshida aytilgandiki, u uyda cho'chqa boqadi, qish kunlarida ichkariga olib kirib oladi. Demak, cho'chqani boqqandan keyin cho'chqani yeydi, deyapti. Demak, cho'chqani yeydimi o'zi ham? Demak, jonivori so'yib yeyilishi, uni bittada hammasini yeb yuborilmasligi va bo'lib ham uyda shuncha opa-ukalar, qarindosh-urug' yig'ildi, shularning hammasiga shu narsa pishirib yedirilishi tabiiy qabul qilsa bo'lardi. Qo'ynoqo yozuvchi uni mana shu gapi bilan ham salbiy qahramonligini ko'rsatmoqchi bo'lyapti. Kitobxonda Bo'rixonga nisbatan salbiy munosabat uyg'onishini istayapti nazarimda. To yarim kechagacha kampirning hovlisi to'yxonaga aylanib ketdi. Tarqash paytida Abdumalik akasini mehmonga taklif qildi. Hovli jimib qoldi. Qumrona bolaga supaga joy qilib berdi. Kampir bolasiga tikilib mijja qoqmadi. Mijja kiprik degani, ya'ni uxlamadi. Qoqmadi. Bo'rixon to'ygunicha ichgan edi. Og'zidan gup-gup aroq hidi kelib turibdi. Kampir ro'molining uchi bilan burnini bekitgancha o'tiribdi. Mana bu ham g'alati narsa, e'tibor bering. O'zbeklar odatda uyga mehmon kelsa, unga qo'y so'yib, xudoy qilib yiqqanda unga aroq qo'yib bermaydi ko'p ham. Ehtimol bu o'rislashib ketgani bilan bog'liq holda unga aroq qo'yib berishgandir, bilmadim. Qayerdan aroq ichish mumkin? Agar unga o'rislashib ketganiga hayratlangan aka-ukalar bo'lsa-da va unga aroq qo'yib berishgan o'zlari ham. Vaholanki u kelganda allaqachon undan aroq hidi kelayotgan edi.
Rostdan ham shu odam mening bolammi deb o'ylardi kampir. Qarib ketibdi, sochlari to'kilib, boshining yarmi yalang'ochlanib qolibdi. Ko'p ichadigan odamlardagina bo'ladigan zaxil bir befayzlik zohir edi uning yuzlarida. Rostdan ham ko'p ichadigan odam yuzidan fayz ketib qoladi. Ko'zlarining tagi salqigan, tishlari tamakidan jigarrangga kirgan. Otasi o'tgan uyda tuqqan onasiga, jigarlariga begona bo'lib beparvo yotibdi. Ko'ryapsizmi? Kampir uni quchoqlaganda unga tamakining hidi kelmadi, unga sham yoqilgan uyning hidi keldi. Vaholanki tishlari sarg'ayib ketadigan darajada ko'p chekkan bo'lsa, u odamdan demak aroq va sigaretning hidi kelishi tabiiyroq bo'lgan bo'lardi nazarimda. Saodat kampir uni chaqaloqligida xuddi shu supada beshikka belab tebratardi. 3 yoshga kirguncha shu supada bag'riga olib yotgan edi. Bo'rixon dum boqqan bola bo'lgandi. Ya'ni odatda onalar ulg'aygan farzandiga qarab uni xayol orqaga olib ketadi, bolaligini eslaydi. Uni yomon ko'zdan asrasin deb kiyimlariga tumor va ko'zmunchoqlar taqib qo'yardi. Sultonimga atab unga kokil qo'ygandi. 6 yoshga to'lganda uni er-xotin Turkistonga olib borib Hazrat Yassaviy maqbarasining shayxiga ataganlarini berib, kokilni kestirishgan, qo'y so'yib xudo qilishgan edi. Ya'ni shunaqa odat bo'lardi. Men bolaligimda eslayman. Tilib olingan bolalar deyishardi. Ana shu tilib olingan bolalarni uzoq vaqt farzand ko'rmasa yoki o'g'il ko'rmoqchi bo'lsa, bironta pirga atab maqbaralarga borishardi, unga atab go'yoki so'rab olishardi, xuddi Alpomisha Shohmardon piridan so'rab bering xudodan menga farzand deganga o'xshab. Keyin ana shu bolalar kokil bilan yurardi. Men o'quvchiligimdan eslayman shunaqa sinfdoshlarim borligini. Soch boshi kal bo'lsa ham bitta uchida kokil o'rilgan bitta sochi bo'lardi. Ular ana shu sochdan uyalib do'ppi kiyib yurishardi va biz bolalarcha qitmirlik bilan boshidan do'ppini olib qochardik. Olib qochganingizda uni bir dona o'rim sochi tushib qolsa, keyin biz uni masxaralardik. Va endi bola paytimizda bizga g'alati ko'rinardi o'g'il bola bitta o'rilgan sochi borligi va ana shular 7 yoshga kirganda, 9 yoshga kirganda qaysi maqbaraga borib, aytaylik, qaysi aziz avliyoga borib o'shani so'rab olgan bo'lsa, o'sha yerga borib uni kestirib kelishardi. Keyin odatiy soch turmagi bilan yurardi shu bolalar. Ya'ni mana shunaqa atab olingan bola edi, aziz bolasi edi demoqchi bo'lyapti mana shu lavha bilan. Bo'rixon u yonboshdan bu yonboshga ag'darildi. Shunda uning ustidagi oq choyshab sirg'alab, yelkalari, ko'ksi ochilib qoldi. Kampir badanidan chang o'rmalagandek seskandi, o'zini orqaga tashladi. Mana bu yerda endi birinchidan e'tibor bering, asar boshida kuz fasli manzaralari tasvirlanganda, odatda kuzda ko'p ham supada tashqarida uxlashmaydi bizda, chunki kuzda kechqurun salqin bo'lib qoladi odatda. Lekin yozuvchi bilmadim, balki o'zbekona tasvir bermoqchi bo'lgani uchundir va Bo'rixonning bo'ynidagi zanjir uchida but yaltiradi. Ya'ni shu payt o'girilganda kampir uni bo'ynida butni ko'rib qoldi. Ya'ni but siz suratda ko'rib turganingiz mana shu rus tilida krest deydi. Odatda Iso alayhissalom chormoq qilingan, chormoq degani shu 4 tarafdan mixlab qo'yilgan, qotirib mana shu butga shu bu xristianlikning belgisi sifatida ishlatiladi mana shu shakl. Va xristianlar odatda bo'yniga shunaqa but taqib yuradi, zanjir taqib yuradi. Va kampirning ko'zlari tindi. Birdan uni shuur tark qildi. Telbadagi sapchib o'rnidan turdi, ayvon tomonga chekindi. Ya'ni kampir qo'rqib ketdi. Chunki e'tibor bering, boshidan beri kampir namoz o'qigani haqida, duo o'qigani ishora bordi. Ya'ni kampir musulmon kampir edi, u dindor edi, Allohdan farzandiga insof so'rab kutyatuvdi va farzandi mutlaqo u kutmagan bir shaklda aytaylik musulmonchilikdan nafaqat tilni unutgan, balki dinni ham unutgan. Hamma narsani unutgan, mutlaqo boshqa odam bo'lib kelgan. Bo'rixon armiya xizmatini o'tagandan keyin ham uyga qaytmadi. O'rmon ichkarisidagi qishloq butxonasi qo'ng'iroqchisining erdan qolgan qiziga oshiq u beqaror bo'lib qoldi. Qallig'ining otasi boshqa dindagi odamga qizimni bermayman deb turib oldi. Qiz Bo'rixonning xristian diniga kirishga undadi. Ishq muhabbatdan ko'zini parda bosgan Bo'rixon hech ikkilanmay rozi bo'ldi. Uni cherkovda cho'qintirishdi, keyin cherkov oqsoqoli kelin bilan kuyovga tosh kiydirib nikoh o'qidi. Ya'ni mana shu xochning tarixini beryapti endi. Nima uchun xoch taqib yurganini. Ya'ni Bo'rixon armiyada erdan qolgan qizga e'tibor bering, tul ayolga, juvonga oshiq bo'lib qolgan edi. Va bu ham juda ham kamdan kam yuz beradigan holat. Ya'ni bizda odatda o'zbek yigitlari juvonlarga oshiq bo'lmaydi. U hattoki xotinidan ajrashgandan keyin ham deylik, juvonga uylanishni istamaydi. Va u endi menda ishonch uyg'otmaydigan shu hikoyada menga shu hikoya u qadar to'g'risini aytsam yoqmaydi va mana shu hikoyadagi shu tasvirlar ham menga sun'iy o'xshaydi, bilmadim. Ya'ni odatda mana shunaqa dindor onaning farzandi
bu qadar dindan chiqib ketadigan katta bo'lmaydi. Ehtimol endi bu nima deydi, kamyob holatdir balki, bilmadim. Va qiz xristian diniga kirishga undasa, xristian diniga kirib ketib qolgani va cherkovda cho'qingani, bu ham menga biroz ishonarsizga o'xshab tuyuladi. Ana shundan keyin Bo'rixon xotini qaynonasi bilan har kuni cherkovga borib cho'qinadigan bo'ldi. Qaynotasi o'lgandan so'ng uning o'rniga cherkov qo'ng'iroqchisi qilib qo'yishdi. Nimaiki ish bo'lsa barini u bajaradigan bo'ldi. Piliga so'xta bo'lgan shamlarni uchini qaychilaydi, yonib tamom bo'lganlarni almashtiradi. 70-yilning kechqurusida bir musulmon bolasi dindan chiqdi. Ya'ni bitta musulmon edi, u shu Rossiyaga borib dindan chiqib ketdi deb aytyapti va ana shu uni ishi mana shu shamlarni qaychilab, ya'ni cherkovda bilasiz, hammasi sham yoqib keyin ibodat qilishadi. Ya'ni shuning uchun ham undan sham hidi keladi demoqchi bo'lgan. Otagina tirik bo'lganda shu supa ustida bolta bilan chopib tashlardi-ya. Kampir ayvon tomon tisarilib borar ekan, ana shunday o'ylardi. U ayvonga yetolmay hushdan ketib yiqildi. Qorako'z uning atrofida o'lib aylanardi. Qumri yotgan uyning eshigini timdalab uni uyg'otmoqchi bo'ldi. Qumri uyqusini buzgan itni qarg'ay hovliga chiqdi. Qorako'z uning etagidan tortib kampir yotgan joyga sudradi. Qumri onasining behush yotganini ko'rib qo'rqib ketdi. Qarib mushtekini bo'lib qolgan onasini dast ko'tarib ayvonga olib chiqdi. Boshi uzra yostiq qo'yib suv ichirdi, yelkalarini uqaladi, kampir ko'zini ochdi. Demak, kampir shu darajada qattiq bir larzaga tushdiki, o'g'lining xristian bo'lib qolganidan hushdan ketib qoldi va it mana shu yerda ham uning eng yaqin do'sti, e'tibor bering, hamrohi it uni aynan qizini uyg'otib yordamga chaqiryapti. Hali tong yorishmay turib Abdumalik mashinada kelib akasini olib ketdi. Unga Toshkentning mustaqillikdan keyingi manzarasini ko'rsatmoqchi, Chorsuv bozoridan uning bolalariga sovg'a-salomlar olib bermoqchi edi. Bo'rixon uchun O'zbekistonda mustaqillik bo'ldimi, bo'lmadimi baribir edi. U o'zga yurtning fuqarosi, o'zga e'tiqodning sig'indisi edi. Tug'ilgan yurtga muhabbat tuyg'usi uni tark qilganiga ko'p yillar bo'lgan. Ona tili qadim zamonlardayoq unutilib ketgan, Shumer tili qatori tumanlar orasida qolib ketgandi. Ya'ni menga bu ham g'alatiga o'xshaydi. Agar masalan o'g'il uyga kelsa-yu, onasi hushdan ketib kasal bo'lib yotgan bo'lsa, u akasini olib aylantirgani ketgani, onasiga qayg'urib g'amxo'rlik qilmasdan akasini uyga olib ketgani menga biroz ishonarsizlik tuyuldi. Kampir hech narsa bo'lmagandek o'rnidan turdi. Qumri qarasa onasining qolgan qora sochlari ham bir kechada oqarib, ajinlari ko'payib ketibdi. Ya'ni qattiq musibatda bir kechada soch oqarib ketganlarini men ham ko'rganman. Qumri onasining nega bunaqa bo'layotganini bilib turardi. Boya akasidan yorishmay hovli tagidagi yong'oq tagida devoriga qarab cho'qinayotganini ko'rib hayron lol qolgandi. Ayollar umuman titimsak xalq bo'ladi. Akasi Abdumalik bilan hovlidan chiqib ketgach, ichkari uyda turgan chemodanni titkiladi. Shunda sariq baxmalga o'ralgan bir narsaga ko'zi tushdi, ushlab ko'rdi. Qutichaga solingan narsa to'pponcha emasmikan deb baxmal tugunni yechib qaradi. U xristianlarning muqaddas kitobi Injil edi. Uni ushlagan qo'llari kuyayotganda shoshib yana baxmalga o'rab qo'ydi. Va qarang, mana buni ham ayollar tisimsak xalq bo'ladi deb ham go'yoki shu xatti-harakatini nega shunaqa qilayotganini izohlab beryapti. Ya'ni hamma narsada muallif haddan tashqari ko'p men nazarimda aralashganga o'xshaydi. Har bitta detallarga izohlab berayotgandek, kitobxonga ish qoldirmayotgandek ko'rinadi. Va sochlari oqarib ketdi, qattiq bundan ona siqildi, lekin qarang, e'tibor bering, sirboy bermadi, deyapti. Va lekin qiz bilib turibdi onasi nimaga shunaqa bo'layotganini, chunki u ko'rib qolganini titkilab, onasi, ya'ni akasi jomadonga Injil solib kelgani. Menga bu ham biroz g'alatiga o'xshadi, chunki odatda cherkovdagilar, xristian dini cherkovdagilar, cherkovda ishlaydiganlar odatda bu qadar aroqxo'r bo'lmaydi, tinimsiz aroq ichadigan bo'lmaydi va tinimsiz aroq ichadigan odam yonida nazarimda Injil ko'tarib yurmaydi. Lekin mana shu narsa uni ko'rib qo'rqib ketgani, buni lekin xatti-harakat sifatida tabiiy deb qarash mumkin. Ya'ni odatda musulmonlar Injilni olib o'qib o'rganishga harakat qilmaydi, o'zini olib qochadi bundan. Kampir bomdod namozini o'qiyotib, har sajdaga bosh qo'yganda joy namozga ko'z yoshlari tomardi. U joy namoz burchagini qayirib, eriga atab Qur'on tilovat qildi. Baxti chopmagan qumriga bag'ishlab, shu farishtaginaning yo'lini ochib Allohga iltijolar qildi. G'oyibdan hozir bilgan o'g'lining nomini tilga ham olmadi. Ya'ni odatda nima qilardi kampir? Boshida aytilgandi. Kampir har gal namoz o'qib bo'lib Qur'on tilovat qilar ekan, alohida duo qiladigan ikkita farzandi bor edi. Bo'rixon bor edi, yo'q bo'lib ketgan bolasiga insof so'rardi va Qumri bor edi. E'tibor bering, endi Bo'rixon tashlab ketdi. Ya'ni go'yoki farzandlari ichidan Bo'rixonni chiqarib yuborgandi ro'yxatdan. Saodat aya shu bolasiga to'lg'oq tutayotganda oftob charaqlab turardi-yu, yomg'ir sharros qo'yayotgan edi. Derazadan hovliga qarab turgan doya xotin bo'ri bolalayapti degandi. Shuning uchun ham o'g'liga u Bo'rixon deb ism qo'ygandi. Oradan 51 yil o'tib, bu bolani men emas, bo'ri tuqqan ekan degan xayolga bordi. Demak, kampir bu yerda hozir xafa, e'tibor bering.
yana Bo'rixonni tug'ilishi bilan bog'liq narsani eslayapti va odatda adashmasam tishi bilan tug'ilgan bolalarga Bo'ri deb ism qo'yilardi. Lekin bu Bo'ri degan ism qo'yilishini ana shu ham quyosh chiqib, ham yomg'ir yoqqanda bo'ri bolalayapti degan bir gap bor xalq orasida. Shuning uchun Bo'ri deb qo'ygan edi. Lekin ayni paytda hozir u bolasini o'zini bolasi deb tan olgisi kelmayapti. Bu bola meni bolam emas, bu bola Bo'rini bolasi deb go'yoki o'zini boladan yiroqlashtirgisi kelyapti. Ishongisi kelmayapti shu bola o'zini bolasiligiga. Va ehtimol buni ham shunday izohlasa bo'larki, odatda onalar farzandlari u xohlaganday bo'lmasa, ulg'ayganda aybni deylik o'zidan, noto'g'ri tarbiya qilganidan qidirgisi kelmaydi aybni. Aytaylik, buni men tuqqanman, Bo'ri tuqqan deganday bir qarashi. Ehtimol ana shu qaysidir ma'noda o'zini oqlayotgandir. Ya'ni noqobil chiqqan bolasining mana shunaqa bo'lganligida o'zini aybdor his qilgisi kelmayotgani bilan bog'liqdir, yana bilmadim. Hikoya hajmi katta, sizga aytganimdek, hozircha shu yerda tugatamiz va keyingi mashg'ulotda hikoyani yakunlaymiz.